O'zbekiston Respublikasi o'z hududida ham, uning tashqarisida ham o'z fuqarolarini himoya qilish va ularga homiylik ko'rsatishni kafolatlaydi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 23-moddasi. Har kim sog'lig'ini saqlash va malakali tibbiy xizmatdan foydalanish huquqiga ega. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 48-modda. Mehnatga layoqatsiz va yolg'iz keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslar hamda aholining ijtimoiy jihatdan ehtiyojmand boshqa toifalarning huquqlari davlat himoyasidadir. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 57-moddasi. Xotin-qizlar va erkaklar teng huquqlidirlar. Davlat xotin-qizlar va erkaklarga jamiyat hamda davlat ishlarini boshqarishda, shuningdek, jamiyat va davlat hayotining boshqa sohalarida teng huquq va imkoniyatlarni ta'minlaydi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 58-modda. Har kim ta'lim olish huquqiga ega. Davlat bepul umumiy o'rta ta'lim va boshlang'ich professional ta'lim olishni kafolatlaydi. Umumiy o'rta ta'lim majburiydir. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 50-moddasi. Konstitutsiya bu bizning milliy qomusimiz. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi kuni munosabati bilan barchangizni muborakbod etamiz.